To'yimiz 3-kundayoq to'ydan qolgan qarzlarni yopishimiz kerak deb turmush o'rtog'im Rossiyaga ishlagan jo'natib yuborishgan. Ota-onam kelib, qizim hali yosh-ku, nimaga turmush o'rtog'ini ishlagan jo'natib yubordinglar? Nima balo qizingiz ersirab qo'yganmi degan gaplarni tarqatishdi. Ota-onam uchun shu uyda qolib 9 oy xizmatlarini qildim. Hatto farzandli bo'lganimda ham turmush o'rtog'im kelmadilar. Farzandimiz 1 oylik bo'lganda Rossiyadan kelgan turmush o'rtog'im tezroq ketishim kerak deb shoshilayotgan erimga ota-onasi ham bor, keta qolgan, o'sha yerda yaxshi pul ishlayapsan, jo'natib yuborishga harakat qilishayotdi. Lekin u yoqda erim rus qizga ilakishib o'shani oldiga shoshayotganini bilmagan. Bir kuni kechqurun turmush o'rtog'im nima balo 4 ta bola tug'ganimizdan namuncha g'or bo'lib ketdi. Rossiyadagi Nastyamniki 2 ta tug'gan bo'lsa ham sanikidan to'g'riroq. Erim bu gapi yuzimga bitta shapaloq urgandek bo'ldi. Xotinga o'xshab yaqinroq ham bo'lmagandi. Shuning uchun hammasini tashlab ajrashib ketmoqchi edi. Lekin farzandimni yetim bo'lib qolishiga sababchi bo'lib qolishdan qo'rqdim. O'sha kunning o'zidayoq o'zimni yig'ishtira oldim. O'sha erim qiziqadigan pasteldagi Rossiyasini esdan chiqarib yuboradigan darajada lol qoldiraman dedim. Hamma usullarimni, o'rtoqlarimni o'zida shu bo'tgan musimas feromoz profilda o'rta tug'gan bo'lsangiz ham qiz boladek qilib qo'yadigan eng zo'r to'laytiradigan original rozve jenshinasini va o'zlarining firmenniy feromonlardan zakaz qildim. O'sha kungi erim ahvollarini hech qanaqasiga tushuntirib bera olmayman. Rostdan ham shokka tushirib qo'yadigan darajada torqib qo'yar ekan. Firmenniy feromoningizni hididan bo'lsa yeb qo'ying deyaptilar. Rossiyaga ketish eslaridan ham chiqib ketdi уже. Baraka toping, lekin shunaqa oilalarni saqlab qo'yasiz. Buni ishlatgan oilalar har doim yangi kelin kuyovlardek yashashar ekan. Bitta obunachi o'tib yozib oldi. Agar sizga ham 100% original rozve jenshinam bilan birga firmenniy feromonimdan kerak bo'lsa, podelkalarga aldanib qolmaslik uchun originalni musimas feromoz profildan zakaz qilsangiz bo'ladi.